Mana siz aytyapsiz, siz aytdinglar aka. O'zi kesib kamaytirib yubordik-ku deyapsiz. Aslida kesib kamaytiriladi, lekin gap har bitta mevali tochka, nuqta haqida ketadi. Mana misol uchun mana shu shoxi, sizda shu shox soni ko'p bo'lganda, siz kelardingizda, bitta shoxga misol uchun bitta yo ikkita meva qo'yardingiz bo'ldi. Shunda mana bu barg bu mevani boqardi. Bu yana bitta qoida, barg va mevalarning soni bir-biriga bog'langan. Ya'ni bitta mevaga qanchadir barg soni to'g'ri keladi va shu barglar soni kam bo'lganda meva yiriklashadi. Barg bu o'sha nasos, yerdan ozuqani so'rib mevaga beradi. Suv va ozuqani mevaga beradi. Barg yo'q daraxtlarda meva ko'p bo'lganda mayda bo'lib qoladi, kuzatasiz. Mana shunday. Barg bo'lishi kerak. Sog'lom, yirik, katta barg bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Endi siz nima deyapsiz, qaranglar. Buni kesib kamaytirdik-ku deyapsiz. Agar shu turishiga qo'yib qo'ysangiz, bu yerda barg va meva nisbati ko'p bo'lib qoladi. Chunki siz mana bu mevali shoxlarni hammasini tushirib yubordingiz, unga qo'shib bargni ham tushirib yubordingiz-da. Siz mana bunaqa qilishingiz mumkin edi. Ya'ni mevali shoxlarni sonini ko'proq qo'yib turib, mevani sonini kamaytirib, bargni ushlab qolishingiz mumkinmi? To'g'rimi? Mana misol uchun mana shu vaziyatda, misolda mana shu hamma barg bir dona mevani boqsa qanday bo'ladi? Endi bu katta bu ishlama emas.